sport bilan shug'ullanyapsizmi? Eng zo'ri bo'ling. Tadbirkormisiz? Eng zo'ri bo'ling. Boshqa sohada masalan. Kiyimni eng zo'rini kiying. Ovqatni eng tozasini yeng. Hayotda eng go'zalini yashang. O'layotganda sharaf bilan o'ling. Sog'liq bizning boyligimiz. Sog'liq bo'lsa, qolgan narsa ham bo'laveradi. Sog'liq bo'lmasa, odam hayot ta'minini yo'qotib qo'yadi. Menga million dollar pul qo'yib qo'ysa ham qiziq bo'lmaydi, agar sog'liq bo'lmasa. Shuning uchun odam uyg'ondimi, birinchi navbatda o'zining sog'ligi uchun, o'zining tanasi uchun nimadir qilish kerak. Keyin dunyoviy narsalarga e'tibor qaratish kerak. Tana bu qalbning uyi. Agar biz tanamizga qaramasak, qalbning uyiga qaramasak, qayerda yashamoqchimiz? O'zimizdan mukammal versiyamizni yaratishimiz kerak har tomonlama. Ruhiy, ilmiy, jismoniy. Insonning jasadi otga o'xshaydi. Ruh bo'lsa ot ustidagi chavandozga o'xshaydi. Siz agar ma'naviy ozuqa bersangiz, chavandoz ruh kuchayadi. Endi jasadga, jismga ozuqa bersangiz, buni shug'ullantirsangiz, ot kuchayadi. Endi manzilga, safarga chiqqan odamni oti zaif bo'lsa, manzilga yeta olmay qoladi. Ruhi o'zi bilan ketib bo'lmaydi. Agar ruh zaif bo'lsa, ot ham foyda bermaydi. O'shaning uchun sog'lom turmush tarzi, har xil bu zararli narsalardan o'zini ehtiyot qilish va jasadni yaxshi tarbiya qilish insonni chavandozni bir oti bilan birga manziliga tez yetib borishligini, ya'ni hammadan oldinda yurishini ta'minlaydi. Bizning qadimgi ulamolar zo'r o'xshatish qilgan, hozir siz aynan shuni gapirdingiz. Jasad bu ot, ruh bu chavandoz. Ikkalasi zo'r bo'lsa, ya'ni musobaqada yutadi. Xudo xolasa. Zo'r bo'lyapti lekin. Boshqa joyda ham shug'ullanib yuramiz. Lekin bu ya'ni ves ham o'ziga yarasha, qayta takrorlash ham o'ziga yarasha o'zgarish bo'lyapti. Qarang sizlar. Voy. Bitslarimiz bir xil bo'lib qolibdi-yu. Qarang. Sizlar o'zgaryapti.